Assalomu alaykum, mush topdagi qarindoshlar. Shu tögünün süydükü to'g'riliq nihoyat terikib, qaynab bir narsalarni yezib ketayotgan ba'zi qarindoshlar. Payg'ambar alayhissalom tögünün süydükünü shifoliq degan deb. Lekin deganmi, demaganmi? Bu bir gumonliq narsa. Alloh Qur'onda sura Najmning 28-oyatida gumonliq narsa haqni isbotlashda hech narsaga arzimaydi degan. Hech narsaga arzimaydi dedi-jimi? Şu ayetning tarjimasi shu sura Najmni o'qib baqsanglar bo'ldi 28-oyatini. Gumonliq narsa haqni isbotlashda hech narsaga arzimaydi. Demak, bu bir insonning iymoni bilan munosabatli narsa emas. Gumonliq narsa insonning iymoni bilan munosabatli bo'lmaydi. Tarixdagi musulmonlarning ichida nurg'un urush, jidalga, o'ldirish, o'zaro bir-birini kofirga chiqarishda eng cho'ng sababchi bo'layotgan narsa nima desa, mushu hadis. Hadis. İmam Hanifedek bir olimnimi shu nurg'un hadislarni inkor qildi deb asos jihatdan o'ltirib o'tgan zaharlab. İmam Buxoriydagi odamlarmi İmam Hanifega o'zi qarshi chiqqan bo'lsa-mi oldida. Keyingi vaqtga kelganda İmam Buxoriymi yanalam shu hadischilar tarafidan u kishinimi asosiy jihatdan o'lishiga sababchi bo'lgan. Yurtiga kirgizmay dindan chiqdi deb. Mushu hadis to'g'riliq talash tortish nimishga ko'p bo'ladi desa, uning aytilmaganligi gumonliq. Gumonliq. Qur'onning hech kim Qur'onni sahih emas delanmaydi. Qur'onda 6400 oyat bo'lsa, 6400 oyatning hammasi sahih uni. Bir odam sahih emas delanmaydi. Lekin hadislar to'g'riliq shu desa sahih emas degan talash tortishlar intayin ko'p. Nimishki qo'rqmay sahih emas dalalaydi desa, u iymonga shart qilingan narsa emas qarindoshlar. Iymonga shart qilingan narsa emas. Rost shu so'zlarni payg'ambar alayhissalom deganmi, demaganmi? Uning degan demaganligini yana Qur'onga selishtirib qarasangiz, deganligiga demaganligiga shuningdan pok topa olasiz. Lekin bir odamning sahih deb yozib qo'ygani bilan olimlarning sahih degani bilan cho desa, u bir sahihmi bo'lib qolmaydi. Mayli sahih bo'lsin, mayli sahih bo'lmasin, iymonga shart qilingan narsa emas u. Iymonga shart qilingan narsa emas. Biz Qur'onga iymon keltiramiz. Allah shu o'zining vahiysiga, ya'ni Qur'onga iymon keltirishga bizni chaqirgan. Uningdan bir tal oyatni inkor qilsak kofir bo'lganligimizni hammamiz bilamiz. Tarixdagi olimlarmi shu oyatni inkor qilsa kofir bo'lganligini o'zi biladilar. Shuning uchun hadis to'g'risida desa, qo'rqmasdan sahih emas, sahih deb o'zaro talash tortish qilisha olgan modis qilisha olgan. Nima uchun qilisha oladi desa, u iymonga shart qilingan narsa emas. Bir odam to'g'risidagini shifoliq degan hadisga ishonsa, uning bir iymoni ziyoda bo'lib ketmaydi. Ishonmasa, u dindan chiqib ketmaydi. Chiqib ketmaydi. Hadislarning hammasi shundoq. Hammasi shundoq. Shuning uchun mushu hadis to'g'riliq nurg'un talash tortishlar, bir sahih degani bir sahih emas deydi, birisi mutawatir degani birisi mavzu deydi. Mushu to'g'riliq talash tortish bor. Qur'onning oyati to'g'riliq shu desa, tushanchalari o'xshamay qolgan bo'lsa, chiroyli fikrlashib turib uningga birlik kelgani bo'ladi. Lekin hech kim Qur'onning oyatlarini sahih emas degan gapni qilolmaydi. Chunki uningga iymon keltirgan, iymon keltirgan. Hadisga iymon keltirishga biz buyurilgan emas. Buyurilgan emas. Chunki Allah mana mushu Allohning so'zidan boshqa qaysi so'zga ishonadi bular degan oyat bor. Hadis degan so'z degan gap. Mana mushu Allohning so'zidan boshqa, ya'ni mushu Qur'ondan boshqa qaysi so'zga ishonadi bular deb boshqa so'zni asosiy jihatdan ishonishga, uningga iymon keltirishga bo'lmaydiganligini shu oyatda isbotlab qo'ydi. Iymon keltirilgan narsa emas. To'g'ri payg'ambar alayhissalom 23 yil jarayonida gap qildimi? Gap qildi.
Qanday gap qildi desa, shu Qur'onga zid bo'lmagan gaplarni qiladi. İmam Hanifidek kishilarmi nima uchun o'ldirilgan desa, u payg'ambar Qur'onga zid gap qilmaydi. Agar Qur'onga zid gap qilsa, payg'ambar bo'lolmaydi degan so'zlarni qilgan kishilar. Qilgan kishilar. Masalan, bir hadisini deb beray. Payg'ambar alayhissalom qizi Fatimaga qiyomat kuni Allohning qo'lidan dadam payg'ambar bo'lgandan keyin ba'zi jihatda bir xatoliklarim mening kechirilib ketayamki deb o'ylab qolmang, Allohning qo'lidan hech kim sizni qutuldirib qololmaydi degan. Bu chu desa sura Luqmonda deyman. Ey o'g'illarim, Allohning azobidan sizlarni hech kim qutuldirib qololmaydi deb Luqmon alayhissalom o'zining o'g'illariga degan shu oyatni payg'ambar alayhissalom o'zining qiziga chiroyli yetkazib qo'ygan. Mana shunga o'xshash hadislar, shunga o'xshash so'zlarni payg'ambar alayhissalom qilgan. Amaliyotda shu oyatni Qur'onni o'qisak desa, shu Qur'onda bor shu narsa. Qur'onda bor. Biz Qur'onni o'qimagandan keyin, Qur'onni o'rganmagandan keyin, Qur'onni bilmagandan keyin, shu bir tugining suydik to'g'riliq bir-birimizni kofir qilib o'tib, ishonmasan kofir bo'lsa, uni inkor qilsang, nemishki inkor qilsa kofir bo'ladi bir odam. Yuqorida deganimdek, bir odam uni inkor qilsa, kofir bo'lib ketmaydi. Chunki u gumonliq narsa. Rost payg'ambar deganmi, demaganmi? Gumonliq narsa. Qo'limizda iymonga shart qilingan birlik kitob bor. Bu bo'lsin Qur'on. U gumonliq emas u. Gumonliq emas. Allohning vahiysi. Uningdan boshqa mayli payg'ambar degan deydi desin, mayli ulamolar birlikka keldi desin, har qanday narsa shu desa, u gumonliq u. Gumonliq. Tarixdagi so'zlar, payg'ambar dedi degan so'zlar, tarixda andoq debdiki, mamanda debdiki degan so'zlar, hammasi gumonliq. Gumonliq bo'lmagan bir narsa bor, u bo'lsin Qur'on. U Qur'on iymonga shart qilindi, uningdan bir tal oyatni inkor qilsa inson, bilib turib inkor qilsa kofir bo'ladi, bilmasdan inkor qilib qolsa, u albatta uni izlanishga to'g'ri keladi. Uningdan boshqa payg'ambarning so'zi bo'lsin, olimlar birlik keldi degan bo'lsin, nima degan bo'lsin, har qanday so'z gumonliq bo'ladi. Gumonliq narsa iymonga shart qilinmaydi. Alloh gumonliq narsa haqni isbotlashda hech narsaga arzimaydi degan bo'lgandan keyin, Alloh arzimaydigan qilib yetib olgan bo'lgandan keyin gumonliq narsani. Bu hadislarni bir odam inkor qilsa kofir bo'lib qolmaydi. Bir odam uni sahih juma deganlik bilan uning iymoni ziyoda bo'lib ketmaydi. İmanға şart qilingan narsa shu Qur'on qarindoshlar.